Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrli obunachilarimiz. Mana bugun biz yana navbatdagi oldayman romlarimizni ustanovkalarini tugatib bo'ldik. Bu ishimizni Andijon viloyati Sharxon tumani Sekizakum degan joyga o'rnatib berdik. Bu ishimizni uzunligi 14 metr. İşimiz bilan sizlarni qisqacha tanishtirib o'taman. İşimizning uzunligi 14 metr. Romimizning bo'ylari 2,5. Bu ishimizni Akfa'ni originalidan Zalatoy dupidan tayyorlab o'rnatib berdik. Mana ishimizga o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Xudo xolasa juda ham chiroyli holatda o'rnashtirildi. Bu ishimizni ustunlari turbadan katta turba qo'yilgan ekan. Ichki tomonlarini ham ko'rsatib o'taman. Mana har bitta oraliqlardan uyda egasini xohishiga qarab ikkitadan ochib berdik. Mana ochilishlari ikkitadan. Oynalari 2 qavat. Turba ustunlarini mana cheka oldi ko'rinishini 5 sm dan ko'rinadigan qilib buklab o'rab bering dedi ustunlarni. Aytgandek qilib mana chiroyli qilib ustunlarni ham chiroyli qilib o'rab berdik mana. Eshiklariga keladigan bo'lsak, eshiklarini razmerlari enlari 1,20, bo'yi 3 metr. Eshiklar tashqariga ochiladi. Zamonlari ham mana har doimgidek original. Ochilib yopilish ligirovkalari ham go'zal holatda. Osha-moshalari ham xudo xolasa mana doimgidek original osha-moshalardan. Navbatdagi ustunlarimiz, ularni ham mana chiroyli qilib xirralarini tekis holatda chiqarib alkohollarni bukib o'rab berdik. Mana navbatdagi oraligimizdan ham ikkitadan ochilish. Bu keyingi eshigimiz. Bu keyingi eshigimizning ham razmeri 1,20 ga, bo'yi 3 metr. Oxirgi oraligimizdan ham oralikdan ikkitadan ochilgan. Xudo xolasa ishimiz juda ham chiroyli holatda o'rnashtirildi. Uyimiz ham o'zi yangi solinayotgan uylardan ekan. Juda ham chiroyli holatda tushibdi. Ichki tomonlarini ham ko'rsataman sizlarga. Mana qadrli kuzatuvchilarimiz, bu xonadonimizning ichki tomoni. Uyimizning o'rtasida mana pergorodka qilib bo'lingan ekan. O'rtasiga ham bitta eshik qo'yib berdik. Hozir uni ham ko'rsatib o'taman. Mana ustunlari mana shunaqa qilib betondan turbaga o'xshatib tumalaq qilib ustun qo'yilgan ekan. Xudo xolasa juda ham chiroyli holatda o'rnashtirildi. Mana podokonilarni ham chiroyli qilib shunga ustunlariga moslab bezak holatda qo'yib berdik. Bu mana keyingi oraligi. Mana buni ham podokonilarni chiroyli qilib moslab bezak holatda qo'yib berdik. Ochilib yopilishlari ham xudo xolasa juda ham yengil holatda. Mana ruchkalari ham original. Xudo xolasa ligirovkalari ham zo'r. Bu mana o'rtadagi pergorodka eshigimiz. Bunga bir qavat gulli oyna solib qo'ydik. Bu ham xudo xolasa chiroyli holatda. Bu mana navbatdagi uyimiz tomon. Buni ham ichki tomonlari narigi tomoni singari xudo xolasa juda ham chiroyli o'rnashtirildi. Bundan ham ochilib yopilishlari ikkitadan ochilgan. Yengil chiroyli holatda. Buni ham mana ustunni oldilarini, podokonilarni chiroyli qilib moslab qo'ydik. İşimizin narxlariga keladigan bo'lsak, qadrli kuzatuvchilarimiz, bu ishimizni
kvadratini 2 qavat oyna Akifani originaldan Zolotoy dub 2 qavat oynalari bilan 660 ming so'mdan tayyorlab olib kelib o'rnatib berdik. Kvadrati 660 ming so'mdan to'g'ri keldi. Oynalari 2 qavat bo'lganligi uchun. Xudo xolasa juda ham chiroyli holatda o'rnashtirildi. Bizning telefon raqamlarimiz 90lik 545 8801. Kanalda yangilar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xolasa hali oldinda yangiliklarimiz juda ham ko'p. Akifa Plus, MDF yog'och, Eshiromni barcha turdagi mahsulotlarga bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqa olasizlar. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.